Keling. Assalomu alaykum. Hurmatli ko'ruvchilar. Bu xrizantema yangilik gullar o'zi kuzda bo'lardi. Hozirdan ochilib, qor yoqungacha ochilar edi. Buketning sorti deydi, diplomat. Katta ochiladigan shoxlar qor yoqungacha ochilar edi. Yana kelgani undan chiqar edi. Oddiy, qiyin emas, yo'ndan ko'payar edi. Gerberalarimiz bor. Bular ham yaxshi. Mavsumiy gullar. Aynan, yana mavsumiy gullardan lotkalarimiz bor. 1 yil bo'ldi chiqqaniga. Har yil o'rnidan chiqaveradi. Yozgacha ochilaveradi. Turetskiy gvazdeykamiz bor mana. Mana shunaqa millionga o'xshab ko'pgina ochiladi, ko'ralar ular. Har xil. Har yil chiqaradi bu ham. Joy tanlamaydi. Hidli atirgullarimiz bor. 7 go'zalimiz bor. 7 xil ochilib 15 xil tovlanadi. Mana simsalamin degan atirgulimiz bor. Bitta gulda 5 xil ochiladi. Har xil mana svetda. Mana ular hidi bor atirgullar. Kattasida. Mana jasmin deydi. Cho'yi ham bor, buni atri ham bor. O'ta xushbo'y hidli bo'ladi. Tuvadi ham, yeddi ham o'siradi. Mana mushkam bor, jannat ifor deydi. Shomdan tonggacha taratadi. Bu yeddi ham o'siradi. Tuvaki 2% bo'ladi. Daraxtsimon bo'ladi, zo'r bo'ladi. Oka 60 ming so'mdan atirgul hidligi bu. Mana atom qalampirimiz bor. Qalampir yaxshi ko'radiganligi. Bu 1 yilda 3 marta hosil beradi, 3 yilgacha yashayveradi. Tabiiy yesi bo'ladi, 3 xil rangga kiradi. Atom qalampir 1 yilda 3 marta hosil beradi. 3 yilgacha yashaydi, tuvadi. Yerga 2% dan bo'ladi kuzgacha. Yaxshi gul. Hop. Endi mana xrizantemalarni aytdim. Primolalar bor. Mayda gullar har yil chiqaradi bular ham.